Siz bilan bir fikrni bo'lishmoqchiman. Ehtimol u oilangiz, o'tmishingizga bo'lgan munosabatingizni tubdan o'zgartirishi mumkin. Agar bolaligingiz og'ir o'tgan bo'lsa, masalan, ota-onangiz ichkilik ichgan bo'lsa, sizni istamagan bo'lsa, ranjitgan bo'lsa, yoki siz o'zingizni keraksiz va tashlab ketilgandek his qilgan bo'lsangiz, sizni azoblayotgan narsa faqat o'sha voqealarning o'zi emas. Asosiy og'riq ularga bo'lgan munosabatingizdan keladi. Ichimizda ko'pincha shunday fikr bo'ladi: hammasi boshqacha, chiroyli va to'g'ri bo'lishi kerak edi. Ammo agar inson hayotimda aynan shunday bo'lgan, bu og'riqli edi, lekin bu mening hayotimning bir qismi deb qabul qila olsa, ichki qarshilik asta-sekin kamayadi. Qabul qilish insonni o'z o'rniga qaytaradi. Vaziyat ham, insonning o'zi ham ichki tizimda o'z o'rnini topadi. Go'yo ichki muvozanat tiklanadi. Agar inson doimo bunday bo'lmasligi kerak edi, boshqalarnikidek bo'lishi kerak edi deb yashasa, ichki kurash davom etadi va og'riq ham saqlanib qoladi. Og'riqning asosiy manbai sodir bo'lgan voqeaga qarshi ichki norozilikdir. Agar inson donolik bilan shunday bo'lgan va bu mening hayotimning bir qismi deb qabul qila olsa, ichki tinchlik paydo bo'ladi. Shunda o'tmish bilan kurashish, o'zing bilan urushish yoki hammaga o'zingni isbotlash zarurati kamayadi. Inson o'zini qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qila boshlaydi. Aynan mana shu qabul qilish ichki shifo o'zgarishining boshlanishidir. O'tmishni qabul qilish ko'plab psixologik yondashuvlarda foydali deb qaraladi, biroq bu o'tmishda bo'lgan zo'ravonlik, e'tiborsizlik yoki adolatsizlikni oqlash yoki ularning to'g'ri bo'lgan deb hisoblash degani emas. Qabul qilish sodir bo'lgan voqeani inkor etmasdan tan olish va uning bugungi hayotingizni boshqarishiga yo'l qo'ymaslikni anglatadi. Bu bilan inson o'tmishni emas, balki unga bo'lgan ichki munosabatini o'zgartirish ustida ishlaydi.